Shirin, siz biznesni qanaqa qilib boshlagansiz? Bu savol yaxshi savol, aytib ber. Zo'r istoriya bo'lgan. O'zi men tadbirkorlar oilasida katta bo'lganim uchun adam bizga har xil videolarni ko'rsatardilar yosh tadbirkorlar to'g'risida bizani vdохновлять qilgilari kelardi. Men уже institutda o'qirdim. Oyim tug'ilgan kunlari bo'lgan, rosa ko'p gul podarka qilishgan. Oyim ertasiga komandirovka ketib qolganlar. O'shanda aman juda ham go'rday qiz bo'lganman, adamdan pul olgim kelmasdi. Даже birinchi biznesga ham kapital bo'lish uchun, o'shaning uchun oyim gullarni Rossiyada Avito degan bitta programma bor. Toshkentda OLX. Avitoga gullarni qo'yganman. Bir kun, ikki kun hech kim yozmagan. O'sha 3-chi kun gullar so'lishni boshlagan. O'sha gullarni hammasini birlashtirib, boshqada yangi kompozitsiya qilib, bir martada sotib yuborganman. 5000 rubl, o'shanda bir $150 bo'lgan. O'sha birinchi kapital bo'lgan. O'shanga borib bozordan chexol sotib olishni boshlaganman. 19 yoshingda. 19 yoshimda. O'sha chexollarni internet magazin ochib sotishni boshlaganman. 3 oyda уже katta bo'lib ketgan. Shunaqa qilib birinchi proyektim bo'lgan. O'sha paytda nechta pul toparding? Aytib beruvdim menga. O'sha paytda dollar 30 rubl bo'lardi. 600 ming, 700 ming, har xil 300 mingdan 600 minggacha topardim. 10, 10 ming, 20 ming dollar. 19 yoshli qiz ish topardim. Institutda o'qirdim. U vaqtda ertalab soat 5 da turib bozorga borardim. Keyin производство ochganman. O'zimiz chexollarni qilardik, dizaynerim bo'lardi. O'zing kuryerlik qilgansan. Boshda o'zim kuryerlik qilardim. Ertalab 5 da bozorga borardim, keyin soat 8 ga institutga borardim. 9 da institut boshlanardi. Mashinada o'qirdim. Darslardan oldin, keyin darslarga borardim. Darslarda Instagramda продвигать qilib, odamlarga javob berardim, zakazlarni оформлять qilardim. Keyin Instadan keyin kuryerlik qilardim. Hozir voqli tura olmaysan, o'sha paytda voqli turarkansan-da. Bu vaqt yosh bo'lgan ekanman.